Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qadamliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammaga ma'lum bo'lgandek, bu programmalarimizda bizga oid bo'lgan, millatimizga oid bo'lgan har xil mavzularda suhbat elib berib kelyapmiz. Uzun yillardan buyon. Bugun bir yarım soatdan ko'proq vaqt bo'ldi, atiganda suhbat elib bordik. Ve birazdan keyin yana tekrar ko'rishaylik deb istirahat vaqti bergandik. Yana tekrar oldinlarda turibmiz. Bugungi mehmonimiz oldingi programmamizda bo'lgandek hurmatli Mahmudjon Erkin apandi, Qarabük Universiteti Türk Tili Edebiyatı magistrlik o'quvchisi, shunday yozuvchi. Qimmatli vaqtini chiqarib kelib berganligi uchun tekrar rahmat aytamiz sizga. Rahmat sizlarga. Alloh razı olsun. Men taklif qilganingizga ham xalqimizga erkinlik yo'lida axborot xizmati uchun juda qiynalgan sarf qilib, xalqimizning ma'naviyatini beyitishga, to'g'ri yo'l ko'rsatish xizmat qilayotgan ajringlarni Alloh bersin. Kuchinglar kuch bersin. Hammalar o'rtaq bir so'zimizning qo'lini tutib, o'rtaq bir g'alaba uchun qadam olaylik. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydondan taqdim o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali WhatsApp'dan yoki naq maydon Facebook programmamizda har qanday fikir, taklif, savollar bo'lsa, yo'llashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarımızdan foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi to'g'risi hozirgi programmamizning mavzusi biz qanday qarashtirib keldik, yani qanday qarashtirdik hozirgacha. Eng oxirgi ishg'olni hisoblasak 49 dan buyon 70 yildan 71 yil bu jarayonda kechiringlar. Bu yillarda xalqimiz albatta Xitoyga bo'lgan tajovuzchilikqa bo'lgan harakatlar xilma-xil shaklda tinim topmay bugungi kungacha davom qilyapti. Buni biroz paralashaylik deb o'ltiribmiz tuvanda. Boshlaymiz bu. Bevos programma kirsak, hurmatli Mahmudjon. Oxirgi 71 yillik ishg'olimizda paralashaylik degan. Onun yarısı mı ketmey turib. 71 yıldan buyon qanday qarashtirdik biz Xitoyga? Xalq bo'lishibdimiz bilan. Assalomu alaykum aziz xalqim. Men bu savolga javob berishdan burun o'zimning hayotlik nizomimni va yashash orzuyimni va shu hayotni shu yo'lda tamomlashdan iborat o'zim qibla qilgan bir orzuyim bor, bir nishonim bor. Men shundan sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Ey aziz vatanım Şərq Türkistan, eğer seni unutup ketsem, iki dünyanın dozqi bo'lib ketay. Eğer seni setib hajlasam, o'zimning shundaqla sevimlik ota-onamning ham o'zimning farzandlarimning iki dunyolik kepanligini setib yegan bo'lay. Seni hargiz unutib ketmayman. Sening uchun barligim bilan kurash qilaman. Sening nafsing, sening barliging, mening nafsim, mening barligim. Hem sualımız qaytib kelsak. Allah razı olsun. Komünist Xitoy imperiyasi bizim 1949 yıldan tartib istilo qilib, hozir 71 yil bo'ldi. Mayli yig'latimiz, mayli kulyotimiz, hamma azob oqibatni o'zimiz tortyapmiz. Ham bu yo'lda barligimiz bilan kurash qilyapmiz. Biz to'xtab qolmadik. Ya Komünist Xitoy imperiyasi motiq to'xtab qolmadi. Xo'sh. Bu istiloga bu bizningki eng oxir qarshi turishimiz bo'lib qolsin. Ammo bunun aldırki mesela Manju imperiyasının ıslah kılışı, ya ki Galdan'dan Mongollarının ıslah kılışı kalmaklarına, ya ki Gomindan imperiyasının ıslah kılışı mı, ecdatlarımız tığma tığ koladan qaysi xil imkoniyat kelishdan qat'iy nazar shundan to'liq foydalanib qarshtirib badavlatni qurib chiqqan anadan ikki qatimliq jumhuriyatimizni qo'limiz qaytirib olgan. Demak, bu bugun qarshi turadiganligimiz hargizmi bizning qulluqni e'tirof qilganligimiz emas. Xo'sh. Ammo bu qulluqqa qarshi turish erkinligimizni qo'lga olish yo'lida biz ninki o'tkazib o'tib olgan savalliklarimiz az emas, to'layotgan badallarimiz az emas. Buni albatta tadqiq qilish har qanday bir Uyg'urning intayin muhim mas'uliyati. Bo'labmi Uyg'ur akademiyasiningki intayin bir ig'ir mas'uliyati. Bu mas'uliyatdan qochib qutulish albatta ular o'zining kasbiy qilgan bir haqorat. Bunu ular deb qo'ygan gapim. Hamda biz
Komünist Xitoy imperiyasiga qanday qarshi turdik? 1900 biz Komünist Xitoy imperiyasiga qarshi turganimizni ichki jihatdan qarshi turish, tashqi jihatdan qarshi turish deb ikki tarmoqqa ayirsak, 1949 dan 1970 yilgacha bo'lgan qarshi turish. Biz hozir ichki jihatga qarshi turishni o'ylaylik, boshda so'zlaylik. 1970 yilgacha. Ya'ni Muhammad Emin rahbarligidagi Sharqi Turkiston qurolli inqilob harakati pash bo'lib, vayron bo'lib ketish jarayonida ilib borgan bu qarshilik. Bu asosiyatdan qurolli inqilobni asos qilgan. Shu yo'lda ajdodlarimiz izlangan. Qanday qilsak, mayli sirtqi jihatdan yordam elish bo'lsin, mayli qurol yaraq o'zimiz Komünist Xitoy imperiyasining qo'lidagi qurol yaraqni tatib olish usullari bilan bo'lsin yoki o'zi oddiy usullar bilan yasalgan qurollaridan foydalanib bo'lsin, Sharq Turkiston ozod qilamiz degan yo'lga qaylab mangan. Bu hargizmi garchi mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, ichki jihatga xoinlarning satqiligi tufayli. Bu ilqi bir xalqni yo'qotib yetadigan yoki Komünist Xitoy imperiyasining qulluqiga bo'yin egadiganligidan ishorat bermagan. Demak, 1949 tartib taki Muhammad Emin 1970 yilgacha bo'lgan bu davrda bizning xalqimiz nurg'ulgan bedellarni to'lagan ham qurolli inqilob qilishni oldin o'rin qo'ygan. Lekin dal mag'lub bo'lgandan keyin boshqa usulga qaylab mangan. Endi ikkinchi davr 1970 dan tartib ta 1990 yilgacha. Masalan, milliy qahramonimiz, şehitimiz Zeydin Yusuf akamizningki marhumning yotgan yeri jannatda bo'lsin, ilib borgan qurolli qarshilikqa bu bir davr deymiz. Bu davrda xalqimiz azroq nafas elish fursatiga erishgan. Ya'ni Komünist Xitoy imperiyasi islohot ichib yetish tufayli bizga mayli ilm-fan sohasida bo'lsin, mayli ma'rif sohasida bo'lsin, mayli madaniyat har qaysi bir sohalarda bizga bir fursat bergan. Xo'sh. Bu davrdagi qarshilik. Bu davrda garchi Zeydin Yusuf akamiz, marhum akamiz qurolli qarshilik qilgan bo'lsa-mu, ko'lami kichik. Tarqalishi, kengayishi nayt asli bo'lgan tiz bostirib Andan keyin nayt nima shaklda? Bu inqilob nereden nega vardı? Qaysi xil alet bilan Komünist Xitoy imperiyasining kuchini to'r mo'ljallanmagan bir inqilob asosida qarshilik qilib bordik. Bu bir davr. Andan keyin 1980 yildan tartib taki 1990 yilgacha bo'lgan mush davrda asosiy ilm-fan sohasiga ham Uyg'urlar yurish qilib, vatanni, xalqning iddiasini uyg'otish, sapasini o'stirish yo'lida harakat qildi. Buning eng tipik misollaridan desak, Hasan Turg'un Almas, marhum tarixchimiz, Abdurrahim O'tkir, marhum yozuvchilarimiz, shunday qatorliq bir qism kishilarimiz dadillik bilan chiqib, xalqimizni uyg'otish uchun xizmat qildi. Bu bir davr deb qarayman. Endi 3-chi davr 1990 dan tartib 2001 yilgacha bo'lgan bir davr. Bu davrda xalqimiz tinchlik asosida harakat ilib bordi. Masalan, G'oljidagi qarshiligimizmi amaliyotda tinchlik, Xitoyning bu qurolliq bir nim qilib o'tkash yo'q, ya bijarning bir partiya qilib o'tkash yo'q. Tinchlik asosida ilib bordi. Bu davrlarda ham bu davrlarda yanala xalqning iddiasini uyg'otadigan harakatlar ko'p bo'ldi. Bir qism yozuvchilarimiz maydonga keldi bu davrda siyosiy yo'llarimiz maydonga keldi. Ana lekin 2000 ama bu davrda Komünist Xitoy imperiyasi o'zimi ba'zan tanishlarni ilib bordi. Ya'ni masalan qanday tanishlash ilib bordi deganda Stalinning bir gapi bor. Uyg'ur xalqi 40 yilda bir cho'ng qarshilik ko'rsatdi, 10 yilda bir o'tir xalq qarshilik ko'rsatdi, kunda qarshilik ko'rsatdi. Shuning uchun qattiq diqqat qilmaslik kerak, diqqat qilishimiz kerak deganda. Nima tajriba saboqlarni yakunlab chiqqan. Bundan Komünist Xitoy imperiyasi albatta ma'rif bilan foydalandi deb qarash bo'ldi. Shunga bu davrdami xalqimiz qo'lidan kelgan imkoniyatda nima qildi, ammo to'lagan bedelimiz nihoyat ig'ir bo'lib ketdi. 2001 dan tartib ta 2009 yilga qadar yoki 2014 yilga qadar desakmi bo'ladi.
Xo'sh. Bu davrda xalqimiz tinchlik asosida qo'lidan yana keladigan imkoniyatli nima qildi. Anadan xalqaradan umid kutish. To'xta bir ideyasida tiyish bo'ldi. Bo'ladimi Kosovo, Yugoslaviya urushida bu naydi. Nima uchun bu Kosovo qanday mustaqil bo'ldi? Sibiriya qanday Kosovo bo'ldi? U mustaqil bo'ldi. Sharq Timur qanday mustaqil bo'ldi deydigan bir xil ideyada bir davolg'ish paydo kelib, to'xta biz xalqaro jamiyat bilan moslashib, xalqaro qonunga uyg'unlashtirib, da'voyimizni ichki jihat bilan tashqi jihatdagi kuchni birlashtirganda anadagi mustaqillikka erishilganmiz deydigan bir yakun. Garchi bu yakunni marhum yo'lboshchimiz Muhammad Emin Bug'ra, Aysa Yusuflar o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, vatanning ichidagi xalq bilan vatanning ichidagi bu inqilobchi xalqimizda o'rtoqlik bo'lmaganligi uchun hamkorlik zich. Anadan bizning xalqimizning sirtqi dunyoni tushunishi yetarli bo'lmaganligi uchun bu nazariya tajih e'tiborlan berilib ketmadi. Ammo 2001-yildan tortib hamma xalqda shunday bir ideya, ya'ni vatandagilardan sirtdan umid kutadigan, sirtdagilarning vatandan bir ish chiqsa biz bir nima qilsak deb xalqlar bilan bog'lashadigan bir xil holat maydonga keldi. Anadan 2000 buning eng tipik misoli 2009-yil 7-oyning 5-kungi qatl tam bilan oxirlashdi. Buning natijasi bo'ldi. Buning natijasi maydonga keldi. Lekin chet eldagi da'vo qilayotgan qarindoshlarimizninki ba'zan ig'ir savollar tufayli bu bir natijasiz oxirlashib ketdi. Bo'lmasa o qadar qatl tamda 10 odamning o'lib ketishida bu chet eldagi qarindoshlarimiz ular biz telefon qilsak olmasa, biz bilmasak deb yani o'zini oqlash bilan avarlab ketdi. Yoki bu o ishni Xitoy impressiya millatimizning ma'naviy siraviy qadar anamizga döngep qo'yish bilan u anamizning o'zini oqlash yoki shu xalqaradagi Uyg'urlar o'zini oqlash bilan bo'lib ketdi, undan foydalanishni nima qilolmadi. Bu bir davr deb qarayman. Endi 2014dan keyingi davr amalanga oydin. Bu Xitoy impressiyasi cho'qimli bo'lmadi. Tip yulduzdan yo'qitib etish, assimilyatsiya qilib etishdan iborat bir razil siyosatini aniq o'ttirib qo'ydi. Bu shunday bir davrlarga bo'lishki bo'ldi deb qarayman. Ammo biz bir kun to'xtab qolmadik. Masalan, 1949dan tortib toki 2009-yilgacha Mehmet Tursun Uyg'ur akamiz qalamga olgan o'zi mashhur shaxsda o'zi qalamga olibdi. 470 qitim qarshilik ko'rsatdik. Buni menmi vatandagi vaqtimizda ko'rgan, ya'ni xo'sh. Şinjanın ichki materiallari degan nimasimi? Hammasi, masalan, Xotanda maash bo'ldi, Qashqarda maash bo'ldi, bijadan bir Xitoy impressiyasiniki ich qamar tashqalni urib qo'ysimi yoki o'tirib etsimi, uni terrorlikqa bog'lab ana xotirlab qo'ygan materialni ko'rgan. Demak, biz qarshilik ko'rsatamiz. Uzluksiz, menimcha shunday bir davrga bo'lakon qis bo'ldi. Hamda tashqi jihatga qarshiligimiz, ichki jihatga qarshiligimiz bu. Bizning tashqi jihatga qarshiligimiz 1949-yil boshlangan. Xitoy impressiyasi bizni qurolli tajovuz qilib chegandan keyin boshlandi. Ya'ni Muhammad Emin Bug'ra, Aysa Yusuf qatorliq qarindoshlarimizninki ota-bobolarimizdan chet el qechib ketishlar boshlandi. Ammo bu davrdagilami toki 1900 qadar Turkiya bilan cheklandi, Arab yoki islom dunyosi bilan cheklandi. Yevropa tarafga ichiladigan bir imkoniyat bo'lmadi. Anadan keyin Yevropa tarafga ichilsimi, yana tashqi jihatdagi bir kuchni o'ziga qaysi xil shakllarda yordam oladiganlikdan iborat bir aniq sistemalik plan programma tuzib chiqanmidi deb qarash bo'ldi. Anadan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining 96-maydon kelishi bilan xalqimizning shu vaqtdagi shu faoliyatni ilib berayotganlar to'xta. Biz bu davoni Turk dunyosi bilan islom dunyosidan boshqa Yevropaga, Amerikaga boshqa anglatsak bo'ldi deganda bo'libmi Sovet ittifoqining 90-yilda parchini ketish bilan biz qarindosh jumhuriyatlarimizdan bo'lgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qator davlatlarning bir kecha mustaqil bo'lishi bizga nisbatan bir hayotiy kuch bahs etdi. Bizmi tirishsak cho'qim bo'lamiz-ku deydigan, biz xalqaro ichlayli deydigan bir davr bo'ldi. Ammo 1990 tortib sirtqa qatani tadrijiy ichilgan bir holat shakllandi. Mening ko'rishimcha shuni. Ammo men u davrda yashamadim. Xo'sh. Anadan keyin 1990-yil degan 2001-yilgacha bo'lgan bu davrda bizda
chet elga nima qilgancha uni bir davr deb qarash bo'ldi. Ya'ni biz qarshi tursak, biz xalqaro qonunga moslashsak, o'zaro ittifoq bo'lsak, cho'qqum bir natija chiqadi ekan. Biz so'nglashqa xalqaro bilan ittifoqlashaylik deb bu yo'nalishda harakat qildi. Nima desangiz Kosovo mustaqil bo'ldi dedik. Sibiryadan chiqib ketdi. Andan keyin biz abay degandek Sovet ittifoqining parchalanishimi bizga bir kuch asl berdi. Andan keyin 2001dan tortib toki Arab bahori harakatgacha bir davr deb qarash bo'ldi, 3-davr deb qarash bo'ldi. Ya'ni Arab bahori harakatininki partilishi, Iroq urushininki maydon kelishi, Liviya urushlaridan nima qilishi bizda nima degan chaqda bizning xalqimizda yana bir qurol bilan xalqaro munosabat, xalqarodagi tinchlik, diplomatiya bizlar nima qilsak cho'qim mustaqillik erishimiz degan bir xalqaroda ki qarindoshlarimizda bu bir istak, bu orzular maydon keldi. Ammo lekin harakatga kechilmadi bu. Masalan, qurolli qismni qilsak bo'ldi ekan dedi. U gap shu ig'izda masalan tegilib qoldi, to'piga chiqarmadi. Bu bir davr deb qarash bo'ldi. Endi hozirgi davr desak, endi 2011dan tortib toki hozirgacha bo'lgan chog'da Uyg'ur da'vosi xalqarada intayin qiziq bir jiddiy insoniyat halqimiz bo'lmaydigan bir davrga moslashdi. Bu davrda bizning hozirgi nima qilayotgan qarshiliklarimiz asosiyatdan tinch usuldan bo'ldi. Ya'ni qurolli qarshi turishni tashabbus qilayotganlar bo'ldi. Buni men deyman, shaxsiy ko'z qarashim boshqalarni deydi endi. Bunga nisbatan ideyadan tayyorlik qilish kerak. Har xil tayyorliklarni qilish kerak. Ammo biz buni qilamiz deb hozirgi ahvolimizda qila olishimiz yomon tez. Ammo tayyorlik qilish kerak deb qarayman. Bu bir davr endi. Agar shu oltindek bir kelayotgan fursat bo'ladi hozir, mush davrni da yana biz o'zimiz kontrol qilib nima qilamisak, nayt ig'ir badal to'laymiz. Hozir Xitoy impressiyadan bizga yuzurgizayotgan jinoyatni bu insoniyatga qarshi jinoyat. Endi uning oldingi jinoyatlari, tajovuzlik jinoyatlari o'tkazdi deymiz. U tajovuz qilgandan keyin bizni mana shaklda yo'qotdi deymiz. Endi uni nima ikkinchi so'rovda deymiz, savol. Ammo uni hozirgi jinoyat bilan tenglash tugin bo'lmaydi. Chunki hozirgi jinoyat tarixning mavzuiga kirib ketdi. Hargiz chiqib bo'lmaydi. Insoniy tarix qat'iy qabul qilmaydi degan jazo lagerlarini bu bizga tang deyapti. Buni bu jihatda Nuriy To'ykarakimizning deyapmiz, da'vat etdi endi. Bu ne shunlashqa mana bir yaxshi fursat, bu bir oltindek fursat deb qarayman. Buni bir davr deb qarayman, menimcha. Bu anadikin mushu davrda biz cho'qim xalqimizningki safosini o'stirishimiz kerak deb qarayman. Hozircha endi nima degan fursat kelyotdi. Ya'ni fursat degan kelavermaydi. Fursat yinimizda bor. Shuni tuta oladigan ixtisos egalari safoliklar bo'lish kerak deb qarayman. Mushunda davrlarga bo'ldim men endi o'zimning ko'z qarashi. Bu mening ko'z qarashim. Hargiz boshqalarning ko'z qarashiga tangmayman. Qabul qilganlik his bo'ldi. Xatolik tarafini chiqargisi bo'ldi. To'g'ri. Ko'pincha rahmat. Endi kommunist Xitoyning bizni hozirgacha qandaq qilib yo'qotib keldi desak, nurg'ulg'an xalqimizga bildi biroz buni ichiga bir kirib qolsak qani. Kommunist Xitoy imperiyasi bizni istilo qilgandan kundan tortib nima qildi desangiz, yo'qotib o'tish qarab mandi. O'yliqi bu temada nurg'un qarindoshlarimiz, bizning ustozlarimiz, mayli rahbarlarimiz bo'lsin, mayli mush sayt iznot qilib, mayli yozuvchilar bo'lsin, bir o'rtaq fikr bor. Ya'ni kommunist Xitoy imperiyasi mendan bo'lmaganlar ya men bo'lish kerak, ya yo'q bo'lish kerak deydigan bir logikasi bor ekan. Anda bo'lgan ekan, bu yo'qotish qalab mangdi. Bularning bizni yo'qotishi nima? Ve endi bu har qanday normalda kechiringlar. Normalda har qanday ishg'olchi o'zi istilo qilgan zaminni, bu yerdagi xalqni yo'qotib o'tishni, shu yerda rasmiy bo'ysundirib hokimiyatini tiklashni, ya'ni orzu qilishi dushmanning tabiatiga ko'ra normal bir ish emasmi? U shundalik, siz shunday deysiz, masalan yo'q. Har qanday bir davlat yoki bir millat birisini yo'qotib isloh qilgandan keyin u yerdagi isloh qilishga maqsad nima? Tuproqni qo'lga keltirish, boylikni elish asosli. Mayli emgak kuchi, mayli bozor, mayli nima bo'lsin, buni elish.
Ama bu ıslah qilganlar mesela Sovet İttifaqı shunday qildi. Nega bas shu yerni ıslah qildi? Hozir mesela Tatariston nima deymiz? Checheniyani shunday qildi. Lekin u ıslah qilganda butunlay yo'q qilib yetishni emas. Shularni yashasin, men arzulagan narsamni olay dedi. Mesela Angliya deylik. Angliya eng kun patmas imperiya deb ham cho'ng imperiya bo'lgan. Bizning qo'shnimiz bo'lgan Hindistonni 130 yil ıslah qildi. Hattoki Ashlamo Angliyami 12 yilda Gandininki Hindiston davlat atisi Gandi ilib borgan tinch qarshilikni ko'rsatishdan ilgari qarshiliklarda 12 yilda 10 million Hindistonlikni o'tirishdi. Lekin u yerda o'zi arzu qilgan narsalarni erishib oldi. U boshqalarga demak menda yashash fursati berdi. Kulturini qo'g'datdi. O'zi ilişki narsani ma'qul olsin. Uningdan boshqa o'zi xohlamagan, o'ziga nima qilmagan masalanga uning gapini masalan hozir Rossiya deylik, Checheniyani isloh qildi. Checheniya xalqininki qurolli qismi bor. Endi ular haqiqatan ig'ir zulmdan Checheniyami. Lekin uning qurolli qismi bor, yashaydigan muhiti bor, ko'payisi bo'ladi, madaniyatni qo'g'disi bo'ladi. Normalni boshqa davlatlarning aloqasi bo'ladi, nurg'ulga imkon. Ma'lab bizni yo'qlik qilib ya'ni butunlaydi. Hozir masalan jazolarga qurilishni bu buni. Endi anan kelgan chaqda biz mana Xitoy imperiyasini tadqiq qilayotganligimiz uchun jiq timidan ham chetnab kelsak vaqt to'lab ketmisin. Birinchisi bizni xosiyatni yo'qotgan degan ideologiya jihatda yo'qotdi. Ideologiyani yo'qotishga tirishdi, ammo hozirgacha yo'qotmadi deb qarayman, ammo yo'qotibotadi. Shu bizni tajovuz qilgan kundan tortib buni ilib bordi. Buning ifodasi birinchisi ma'rifimizni yo'qotdi. Ma'rifimizni masalan buning ma'rifini biz davrga bo'lsak 1949 dan tortib ta 80 yilgacha bu davrda ma'rif zadla nol ekan. Masalan mening dadamning onalarimning so'zlab birishi bizdan cho'ngli bildi buni. O vaqtda imtihonga chirib qolsimi quruq qog'oz belgilar 100 numara oldigan, birini yozganlar 0 numara oldigan. Ma biz ma'rifimizni vayron qilib etdi. Ana lekin 1980 yildan tortib xalqaro besimga asosan yo'l qo'yganmizmi toki 2001 yilgacha deylik, shu 20 yil jarayonida bizning ma'rifimizni, madaniyatimizni, kulturimizni yashnatadigan bir imkoniyat berdi. Butunlay berdi. Xalqaro besim bilan hamda islohot ilib borgan ekan, miyada nima ish bo'ladi deb qolmasin deb bu bir imkoniyat berdi. Lekin undan keyin yana tadrij qo'shtilik ma'rifi deymizda. Ana lekin davlat ma'rifini o'rganmadan deb, ana lekin davlat tilini o'rganmadan deb, hozir hamda hammani yo'qotib yangiliklarning o'zining tilini o'ytirgan bir holat shakllandi. Demak bizning ma'rif jihatini yo'qotdi. Mana yavlarning bir gapi bor. Her qandaq bir millat ma'rifdan yiqilib ketgan millat o'rnidan hergiz tura olmaydi dedi. Shunglashqa bizning balalardan hozir so'rasangiz 3 yil 1944-yil qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyati qachon qurilgan desa jiq balla bilmaydi. Vatandan chiqqanlarmi bilmaydi. 3 yil ayt inqilob deydiganlar yana jiq. Am ma'rifdi. Bir millat o'zining ma'rifidan o'zi qolamagan ekan, o millatninki beli sunib ketgan bo'ldi ekan. Chunki ma'rif jihatdan bizning belimizni ochib etdi. İkincisi tarix jihatdan ochib etdi. Qandaq desangiz Uyg'ur tarixini chet eldimi hozir mukammal bildigan odam yo'q. Shu qadar jiq odamlar ichida. Ya mukammal yozilgan tariximiz yo'q. Masalan biz hozirgacha o'zimizning salohiyatini biz Uyg'urmi, Turkmi, musulmonmi desa hozir necha xil guruh, necha xil intikdek bir holatda gap qilamiz. Turkiyada yashayotganlarimiz Uyg'ur Turk deymiz. Saudiya Arabistonda yashayotgan Uyg'urlar biz islom deymiz. Kimlikni hamda Musa yetim bolaniki o'zini qo'g'dash jihatda nurg'ulg'an kimlikka ehtiyoj bo'ladi. Bu to'g'ri. Lekin mukammallashib kelgan bir tariximiz yo'q. Tarixni o'zimizning tarixidan o'zimiz o'zi qolamaganligimiz uchun hozirqadek mendaq turkli bir og'unchoqda ekan biz nima deymiz? Mana bir izilgan beynim bor. Bizning tilimiz men bilmayman ismi. Ama Türk Avunchi dedi-ku. Avunchidan da. Avunchi. Ma Türk qatnashmir avunchida suv izlash degan bir gap ekan bo'ldi. Mana falsafa. Shuning qo'li o'xshashda. Mesela avunchida suv izgina olmaydi-ku, mumkin emas. Suv urasiz. Shunda bir holatga shakllantirib qo'ydi. Tarixiy jihatdan. Endi tarix materiallarimiz yo'q bir bastaga. Ikkigina bir tarixini ko'rib baqilsa, tariximiz yo'q.
Bu bir nəhayət bir xətərlik bir halət şəkilləndirib qoydu tariximizdə. Yəni ki, mənim İngilizlik bir alim var. Onun deyilən bir gəpi var ki, bugünni kontrol qilgan tarixni kontrol qildi, tarixni kontrol qilgan bugünni kontrol qildi. Şunlar bizning tariximiz yo'q. Tariximizni bilmagan ekan balalarimiz so'zlab turgan narsa yo'q. Birdam islomning tarixini so'zlaymiz, islom diniga oid bo'lgan tarixni, birdam turklarga oid bo'lgan tarixni so'zlaymiz, birdam o'zimizniki bilgan doiraga so'zlaymiz. Shuni sizni so'zlab beqing deb hozir bir muxbir kelib yoki bir chet ellik kelib so'zlasa, siz bir xil so'zlaysiz, men bir xil so'zlayman. Amaliyotda Uyg'ur. Sizlarning so'zlayotganingiz ikki xil tarixga deyilgan bir narsa. Shuni bu tarixga yetkazgan kechkina oid ig'ir bo'ldi. Uchinchisi madaniyatimiz. Bizning deymiz endi biz Türk milletining ichida madaniyatli millat. Biz dunyoga madaniyat yaygan. Bizda masalan buddistlarga oid bo'lgan madaniyatmi bizdan? Masalan Budda dinini biz Xitoylar taqatgan, Xitoy imperiyasiga hozir zulm ostidagi nimalik biz taqatgan. Enadan keyin Yaponiyaga, Koreyaga biz taqatgan. Bu qanday desangiz, Imom Mehmet Tursun Uyg'ur akimizmi o'z yozgan o'zi mashhur sahifada Komarajva dedi. Shu Komarajva taqatgan. Bizning ajdodlarimizdan ketgan hamda yoshlar. Masalan, Mısırlıqmı bizden ketgan. Nima uchun Ipak yo'lini turklar ochgan yo'l? Bu turklardan ular taqgan. Onunğa bu medeniyetlerimizni ne qildi? İslamga desakmi, islom dinimi payg'ambardan ulug' bir payg'ambardan ulug' dedimmi? Payg'ambardan keyingi bir ulug' olim chiqqan, Ahmad Yasaviy. Mehmet Tursun Uyg'ur akam uni unutib qoldi. Shuningda islom dinining turklarga tarqalishida hem Şərq tarqalışda mislsiz rol oynagan Ahmad Yasaviyning Türk dili. Yani Divan-ı Hikmet degan kitap var. Bunu biz bilmaymiz. Bunu biz desek haq nimda atilmağı deydi bizning millatimiz. Çünkü tariximizni bilmganligimiz uchun. Ama Türk qarindoshlarımızdan so'rab bakın, Türk texnologiyalardan so'rab bakın, bu Ahmad Yasaviyning uni deydi. Mesela Ahmad Yasaviyningki diye ulug' payg'ambar Muhammad alayhissalom bir tal Xomini hayatining oxirgi kunlarida qo'lga ko'tarib, ey xaloyiq, men Xomini mendan 500 yildan keyin Turkiston jo'grafiyasida bir mening ummatim keladi. Mush Xomini kim shuni berdi desa, Arslan Baba men bermay deydi. Arslan Babaning tilini asli hisob qo'ygan 500 yildan keyin Ahmad Yasaviy nima chiqqan vaqtda endi shu bizning vatanimiz sayramda tug'ilgan nimada. Bu bir rivayet mi ya bu? Ya bu lekin rivayet bo'lgan bilan rivayet ustidagi bir narsa rivayet bo'lgan bilan lekin dindan e'tirof qildi ekan. Aylamus islom diniga hammamiz e'tirof qildi ekan. Ahmad Yasaviy payg'ambarimizdan keyin kelgan islomning eng buyuk olim deb e'tirof qildi ekan. Bizning kitoblar bizga o'tdi uni Ahmad Yasaviy darsida. Shunga alashqa bu Ahmad Yasaviy Turkiyadan bek hurmati bor. Ahmad Yasaviy Şu Xomini Ahmad Yasaviy yana lekin shu ajib nima Arslan Baba ketib qolganda 7 yosh vaqtda jo'g'irib berib, ulug' payg'ambarimiz sana omonat qilgan mening ixtiyoringiz narsamni ber. Ilib buni qilgan 3 yil Arslan Baba tarbiyalagan, Arslan Baba o'lib ketgandan keyin Ahmad Yasaviy o'zining qilgan. Ma'u men da'vatgan gaplar balkim Yevropadagi yo boshqa Uyg'ur qarindoshlarimiz anglashmagan nim da'vatganda deyish mumkin. Ammo mushundaq bir detallarimiz bor ekan. Demak, bizni madaniyat jihatda vayron qilganligidan tipik isbot emaslangamda ashundaq madaniyatlarimiz bor. İslamniki shu nimalarga dunyo tarixida biz Uyg'urlarning to'kis intayin yuqur bo'lgan. Anadagin eng oddiy ismi hamalan bilamiz hamda podshoyimiz Sultan Buğraxon. Shumi turklarga turk davlatlar tunji qatim islomni qabul qilgan. Lekin uni jiqadan bilmaydi. Onun ait bo'lgan tarixlarini bilmaymiz, onun ait bo'lgan madaniyatlarimizni bilmaymiz. Ana degan hozir Xitoy imperiyasining madaniyatga bo'lgan tajovuzligi mislsiz bo'ladi. Hozir shuning ait mayli islomga, mayli Uyg'urga, mayli turkga ait bo'lgan madaniyatlarimizning hammasini qanday yo'q qilib. Shunga madaniyat jihatiga tajovuzligi yomon ig'ir. Masalan, 12 muqomni hozir Turkiyada o'qisa, dunyo madaniyat merosiga nima qo'g'dildi deb angelingan bo'lsa, mayay chiqib o'qisa, ba'zi Uyg'urlarimiz nima deymiz? Naqsul o'ynadi, uni qildi, buni qildi deb gap topamiz. Amaliyotda bu madaniyat bizning ro'yimiz, bizning jinimiz. Masalan, turk qarindoshlarimiz bu naqsul o'ynaydi, nima qiladi? U o'ynayotgan naqsul boshqa. Balkim u qarindoshlarimiz da'vatgan naqsul boshqa bo'lishi mumkin. Shunga bu madaniyatimizni vayron qilyapti. Anadan keyin
tilimizni vayron qilib o'tdi. Bo'lib tilimizni vayron qilishimiz oxirgi yillarda yomon ig'irlashib ketdi. Qanday desangiz 2000 yillarda hamda uni oldirki qo'llanib qolgan bo'lsa, 2000 yillarda nima qildi desangiz, men ko'xan deydigan, Uyg'urchani buzib so'zlaydigan, Xitoychani yaxshi so'zlaydigan bir guruh odamni yetishtirib chiqdi. Eng bu til jihatdagi nimasi 1985 mi 86 bir til tegishtiribdi ular. Yo'q 70 yilmi? Xudoyim. Til tegishtiribdi. Hozirgi yengizlikdan ko'yinizlikni tegishtiribdi. Keyin Turkiyada o'xshash qolmasin deb. Tuma madaniyatga ma'vo nəhayət ig'ir zarba beribdi. Bu degan gaplarning hammasi bir millatni yo'qotishga oltin ochqish. Marksning shu asarlarida bor. Bir millatni yo'qotmoqchi bo'lsaq, ma'rifni yo'qot. Bir millatni ma'rifni yo'qot, madaniyatini, kulturini, tarixini, jo'grafiyasini yo'qotib etdi. Buni hozir hammasini yo'qotish qildi. Eng nimamiz ham jo'grafiyamiz o'zida yo'qliqlik holatda qo'yib, isloq qilgan kundan tortib Sharq Turkistonni yo'qotish qilmoqdi. Ham tilimiz bu tilimizni biz uni qo'g'dab qilish qalamasligimiz hozir bir ig'ir holat bo'ldi. Ana lekin Kommunist Xitoy imperiyasi bizni siyosiy jihatdan yo'qotdi. Qanday desangiz, bizga siyosiy jihatdagi nimasi bunun ikki xil deb qarayman, ikki tashqi jihatda bizga qo'llangan siyosati. Ya'ni ikki jihatda desangiz, buni davrga bo'lsak, 1980 yilgacha bo'lgan davrda bu o'zi hamma ishni e'tiborlik uchun ashiliqi bizning cho'ndan so'zlab birishi madaniyat so'ragan qilgan vaqtida dedi. Nima desangiz, aytgandim, radio kech yig'iladi ekan, naqsh o'qiydi ekan. Bağa vaqtida mavzuni manda qilib turgan bir resim bor ekan, 5 qo'l. Salom mavzunda da biz keldik. Ketirg'oq salom mavzunda da biz ketdik. Aram olamiz, siz yaxshi aram oling. Shu darajada hamda bir insonlik jinoyat ma'lum. Buni isbotlab chiqishimiz kerak. Cho'qim hammalar bilamiz. Buni qalamga elishimiz kerak, qo'llarimizni his qildirishimiz kerak. Buni yo'l qo'ydi masalan. Anadan keyin Aştercil xalqlarlar shu. Undan keyin islohot ichib o'tgan ekan, sirtqi davlatlarningki besimli xushqab ketishdan qo'rqib hamda. Bir az bo'shliq bergandek bo'ldi siyosiy jihatdan. Xo'sh. Lekin bo'shliq bo'lgan bilan Kommunist Xitoy imperiyasida bir odat bor ekan. Bir odamni boshliq qilishdan burun 6 avlodini surishdi deb. Cho'qim 6-chi avlodimizni surishtirib kelsa, ya manjolik xizmat qilgan bo'lib chiqamiz Manjo imperiyasiga. Demek ve xalqimizni satqan adamning bolalarini ishqorlashtirgan ish bor ekan. Shuni boshliq qilgan ish bor ekan. Anda bo'lgandan keyin bizda siyosiy bo'shliq zodli yo'q. Xalqimizga foydali ish qiladigan odam o'tirib chiqib qolishi mumkin emas. Masalan, Checheniyada chiqdi, Nazarboyev. To'dayev. Ular chiqdi masalan. Ular chiqib nima qildi? Xalqining erkinligini qo'lga olish, hech bo'lmasa xalqiningki huquqini qo'lga olish yo'lida kurash qildi. Xalqining hozir Sho'kraz agar qanday qilib shu qadar inson jazolarga tutilsa, yana tajovuzlarni oqlayotdi. Uning ota-onasi esa 6 avlodi burun ashunda xizmat qilgan. Buni u aniqlab chiqqan. Shunga ulda umid kutish xo'diliqi shaytonning iymoniga. Ya, u xuddi ashiliqi so'gatdan omad talab qilgandek bir ishlar bo'lib qo'yiblar gapda. Shunlashqa bu siyosiy jihatdan bostirishmi qattiq ig'ir bo'lib ketdi. Ideologiyamizni yuvib etdi siyosiy jihatdan. Endi jo'g'rafiya jihatdan bostirish qattiq ig'ir bo'ldi keyin. Siyosiy jihatdan keyin ichki jihatdan. Oxirgi bosqich kelganda hozir mana. Dahshat bostirish bo'ldi endi bu ashu. Bo'lyapti. Bo'lib ketdi. Bu davrma hamda asosga 2009 yildan keyin boshlandi Urumchi. Xo'sh. Qatildamdan keyingi davrda boshlandi deb qarayman men. Anadan keyin jo'g'rafiya jihatdan. Jo'g'rafiya degan bu pek esil kasb ekan. Ammo men agar o'qish kursim bo'lsa jo'g'rafiyada o'qiyman deb o'ylayman. Ammo bu mening o'z ishimga ketdi. Ammo balamni o'qisam deb o'ylayman. Endi qag'nay Alloh bu. Nimish qilganda uda suhbatim dedik. Jo'g'rafiya kuch, jo'g'rafiya kimlik, jo'g'rafiya kelish manbasi, jo'g'rafiya salohiyat, jo'g'rafiya sening mavjudliging deb. Demak, bizning mush hamma narsamiz. Hozir masalan, Turkiyada yashayapmiz. Sen kimman? Voy men Uyg'ur turk. Sharq Turkistonlik. Sharq Turkiston neydi? Shunda Turkmanistonmi? Deb bir og'amchdek uzun bir savolga to'g'ri kelamiz. Lekin
siz Yevropaga chiqib ketgan bir turkdinchi, birasi Yevropalik, sen nalik, men turkiyalik de kimligini ko'rsatib, uni tushuntirishning hojati yo'q. Bu kimlik? Bu coğrafiyalik kimligimizni, coğrafiyamizni isloh qilgandan keyin bu bizni coğrafiyalik kimlikka, coğrafiyalik bir kuchga tin ağır yutibdi, jo'rtla bizni. Bizning shunda o'zimizni boshqalarga ifodalash uchun vaqtimizni, zihnimizni, iqtisodimizni sarf qiladigan bir xil egri yo'l bo'lsa, nima qilib, qattiq bir jafo mushaqqat yo'l nima qilib. Xo'sh. Bu demak, Xitoy imperiyasi bizni coğrafiya jihatdan ayirib etganligi uchun nurg'un davlatlar bizni bilmaydigan. Eng atisi O'rta Osiyada yashayotgan qarindoshlarimiz bo'lgan Qozoq, Qirg'iz, O'zbek. Shular Stalinning 1918, 1928, 1937-ga shu qatiltamda bizning xalqimiz ochilgan jug'urib cheganlarni qo'ynoq olgan bo'lsa-mu, bilgan kunlik kelgan chaq, yana bizni bilmaydigan bir xil holatni shakllantirib qo'ydi. Bizmi uning kunib qoldik. Bu coğrafiya. Anikin harbiy jihatda. 5-si harbiy jihat yo'q deydi. Nima desangiz, Xitoy imperiyasi 1949-yili bizni nima qilgan chaqda tajovuz qilib, besib olgan chaqda bizning 100 ming kishi qo'shinimiz bor. Muhammed Eminov Axunov başta kumandan bo'libdi ekan, keyin 55-yili uni ishkariga ko'tarib, uyaga ko'tarib, uni huquqdan arib qilibdi ekan. Demak, bu harbiy jihatdan bizni yo'qtibdi. Harbiy anikin men bilan birga bor, mavzuning o'ziniki. Harbiysi yo'q, millatning hech nimasi yo'q deb ma'qulalikka bizni ekkib qo'yibdi. Harbiy kuch jihatdan. Anadan keyin bostirish yomon ig'ir. Harbiy kuchi bo'lmagandan keyin, haliqi padisi yo'q, o'zini qo'g'daydigan hech bo'lmay tamning ichida qo'yni qo'g'digan bo'ladi. Tamning teshidagi layla qo'yib bergan qo'yni padisi bo'lmasa, uni qo'g'daydigan masalan bir sharoit imkoniyatini tutilib ilib etgandan keyin uni bo'rimi kelib yutib olgan, o'lmi kelib yutib, bu nakil keladi. Shu bu harbiy jihatdagi bu nemisni butunlay nobudlik qilib tashlab. Demak, bu Xitoy imperiyasining bizni yo'q qilishdagi yo'llari ekan. Anadan keyin bizga eng yomon nim qilgan yeri hamda biz bu 5 jihatda bizni yo'qtibdi degan chog'da. Buning ichidagi eng ziddiy nimalarchi? Bizni zar qanday boshqardi? Mushnolarla boshqarib ketaldi. Yani 71 yil mushnolarla qilib ketaldi degan chog'da. Birinchisi buning taktikasi ziyolilik bilan bizning yo'lboshchilarimizni, ziyoli yo'lboshchilarimizni anadan keyin yetishib chiqqan diniy o'lim olini birga kilamaydigan qilib qo'yibdi. Ziddiyat solib qo'yibdi. Qanday ziddiyat solibdi? 1949-yilda bo'lib chegan chaqda amaliyotda imzalagan kelishimda biz 5 yildan keyin chekitmaymiz. Sovet ittifoqininki sotsializm, kommunizmga uyg'urlashtirib berib, uyg'urlarni shular yetishtirib berib, ikkinchidan bu yerga 100 ming kishilik Gomidan qo'shinini tozalab etgandan keyin chekitmaymiz. Gomidan impressni qo'shinlarini tozalab etgan chekitimiz deb to'xtamlashibdi. Buni ham Mehmet Tursun Uyg'urnikam o'z mashhur shaxsda Rabiya xonimning og'zidan olganligini xotirlabdi. Undan boshqa Sidqazi Rozkam inqilobchimiz bu necha qitim yig'iz qoldi. Ammo pakt yo'q. Lekin pakt yo'q deb buni inkor qiluvchi qat'iy bo'lmaydi. Biz deyishimiz kerak. Biz o zaminning sohibi. Undan keyin biz cho'qim deyishimiz kerak. Ashu tajovuz qilib chegandan keyin anakin chegandikilar bu o'yliqim hamma xapliq, hamma nima kimda din olimlarda, diniy nimalarda, domillamlarda mushlasini shunda qilib qo'ygan. Andan keyin ham uni aldiq suhbatlarni dedik, ham tarix nima Xitoyning qo'lda yetishib chiqqan har qanday odamlar o'qiladi. Bular Xudoga shelmaganlik uchun bu butun kuchlar shu diniy domillamlarga diniy olimlarni yo'qdi. Onun kendini bizden ziyaliliğini yo'qtibdi, dağlık ziyalilerimizni. Bani yo'qtib bo'lgan keyin endi uluni yo'qtibdi. Anda qadam bosishlik yo'qtibdi. Endi bu birga kelmaygan. Hozir chet el shundaqmi? Hozir qurilgan, hozir masalan shu tashkilotlarga qarab baqsaq, diniy sohadagi odamlar bir tashkilot, o'qigan odamlar bir tashkilot. Amaliyotda bu chiqishamaydigan nima? Masalan, men aras diniy sohada o'qimadim. Lekin besh vaqt namoz o'qigandekni bilaman. Kur'an'ı Uygurcasını okudum. Ahir Ut'tan İncil'den bilime. Ben elhamdülillah Müslüman bulup tuğuldum. Hoş. Ben intayim pəxirdim. Ben yani Müslüman bulup ölümün ballarımla Müslüman kılıp terbiyeleyim. Onun tatlığa çıkan İngilizcelik bir metafizikçi var. Onun bir gibi var. Her kandak pen din asasıdır barlıq kelgan.
To'g'ri bu. Alloh buni yaratdi, shu asosi borligiga. Buni talishib, hozir mishada ne talaq chiqib, u surish chiqib qolsak, bu ziyolilar, chet elda turibmi biz-bizimizda urushmiz, ziyolilarning dinchilar. Senikini mening to'g'ri emas, mening sen to'g'ri deb endi bu. Shunda bir holatni, vatandim shunda. Uni sizmi bilasiz? Shunda bunda bir ne qilamiz? Arni ichib etganlik uchun 1-2 kilometr qilib qo'yapti. Ana degan yaman yeri ziyolilarimizni biz ehtiyojli bo'lgan ziyolilarimiz bilan ehtiyojli bo'lgan damlarimizni yo'qitib olib, uni bizga qurashtirib turibdi ular. Ziyolilik gap qilmayotgandim. Qanday qurashtirib turibdi? O'zi uchun xizmat qilgan ziyolilarni yetishtirib chiqqandan keyin xalq ziyolilarning gapini anglasimi? Komünist Xitoyning gapini anglab, uni to'g'ridek. Yani o'zi qurashtirib bergan damlarning gapini anglasimi? Ya'ni Komünist Xitoyning gapi, ya'ni shunning gapini to'g'ri. Natijada o'xshash. Ha, ishni. Ammo bu ishni ham biza kilometr qilib, manda qurashtirib chiqarib turibdi bizga. Masalan, shu qadar bir aziqatildan bo'layotir. Insonni qarshi deb mayli axborot vositalari bo'lsin, mayli mana shu Uyg'ur fermasini tirishchilik bilan bo'lsin, isbotlanadi. Lekin Abdurahzaq damullami emas. Damullami deyish bo'lmaydi-ku. Xitoy yani. Abdurahzaq Xitoy. Shu odammi diniy saidimni yetishib chiqibdi. Shumi mana xalq uchun ziyoliq. Shuhrat Zokirmi ziyoliq. Ziyolilar masalan hamda. Mesela Nurbekirimiz ziyoliq. Uning oldiga damullami biz ziyoliq. Bu qurashtirib chiqib, belgilama bizga ziyon qilgan, ziyonkashlik qilib qo'ygan bir holatni shakllantirib. Xo'sh. Anadagi qattiq bostiribdi. Mishada men bir gap qilayman shu bo'lib chet eldagi diniy sohadagilar ayrim tashkillanib jamiyat qurib, uning keyindan ziyolilar ayrim qurib bir-birisiga chiqishamabdi degandek narsalarni ko'rmadirmiz, boshqacha xato tushunib qolmaslik uchun. Masalan, Sharq Turkiston o'limalar birligini diniy sohadagilar ayrim bir quryapti. Buning ichida boshqa ziyolilar nima ish yo'q degandek fikr xato tushuncha bo'lib qolmasin deb shunga deyapman. Ham bu yerda dunyoda biz oldidan biz kimligimiz musulmon bir xalq. Buni vatanda mustaqil davlatimiz bo'lgan bo'lsa-mu, unda o'limalar birligi diniy ishlar boshqarmasi Turkiyaga o'xshaydi masalan. Diniy ishlar ministrligi degandek bir narsa bo'ladi. Bugun dunyoda har qanday Sharq Turkiston o'limalar birligininki qurilgandan tortib hozirgacha qilib kelgan xizmatlarni yaqindan ta'qib qilib, xizmatlarni, faoliyatlarni biz xabarlarimizni berib turyapmiz. Endi bu yerdagi o'limalar birligining qurilishi hargiz men bilsam, biz diniy sohadagilar ayrim bir yig'ilib darna qurishimiz kerak, ziyolilar boshqa sohada o'qiganlar nerda turish kerak degan bir uqum yoki tushunchaning oqibatidan buning natijasidan kelib chiqqan bir jamiyat emas Sharq Turkiston o'limalar birligi. U faqat bizning xalqimiz musulmon bo'lganligi uchun har qanday ishini mayli dunyoning narda yashasa, islomga ko'ra bu diniga ko'ra yashashni xohlaydi, buningga ko'ra hayotini shuning bilan davom qildirdi. Shuning uchun bu yerdagi dunyoning har qaysi joylarida o'qigan, diniy sohada yetishgan, a'li professor, doktorgacha keyni eng bo'lmagan vaqtida universitet saviyasini bitkizgan olimlar, diniy sohadagilar bir yerga jamlashib, buni bir kuch shaklida Turkiyada qurib hozirgacha bu qurilgandan keyin mushadagi xalqimiz bo'lsin yoki Yevropadagi nurg'un xalqimizning o'ttirisi bo'layotgan nurg'un ishlarga hal chora tepib kelyapti. Undan keyin shu islom dunyosiga Sharq Turkistondagi bu vahshiy zulmni eng yaxshi tilda ifodalab bera oladiganlar bu diniy sohada o'qigan shaxslardir. Buni farqli holatda o'zi chechilib yurgan holatda qilmasdan, balki bu bir tashkilot sifatida mayli Malayziya bo'lsin, Indoneziya bo'lsin, arab davlatlari bo'lsin, bu davoni o'zi bilgan soha bo'lganligi uchun bu ham oldidagi xitob qilguvchiga eng jonli xitobni dalillari bilan qila oladi o'limalar birligi. Bugun masalan tashkilot sifatida bor edi, tashkilot sifatida qildi. Bu davoyimizga intan zo'r foyda olib kelikdik. U boshqa sohada o'qigan ziyolilarningki bu yerda bo'lmaganligi u hargiz ularni chetga qoqqanlik emas. Chunki men nurg'un bilan suhbat elib borman, nurg'un bilan suhbat qilaman bu yerda. Shunga bularningki xalqimiz ya ko'rilmalarimiz xato tushunib qolmaslik uchun bu qistirmani qo'shib o'tdim. Bu deganingiz to'g'ri. Men bu unda demoqchi emas. Mening dartligim bir dardlar shlab qolsa,
biz qilayotgan da'vo diniy da'vo emas. Buni aniq aytishimiz kerak. Ahmad Yasaviy dedi, insoniyat tarixida islom dinidan bir payg'ambarimiz chiqdi, undan chiqsa Ahmad Yasaviy. Ahmad Yasaviy dedi, Uyg'urligimiz, turkligimiz bizning qinimiz. İslam dini bizning terimiz dedi. İnsan terimiz yaşay oladi, qonimiz yaşamaydi. Mana aniq bilib olaylik. Bizning ajdodlarimiz necha qitim din tegishtirdi, mavjudlikni saqlab qolish uchun tegishtirdi, yo boshqachilar uni men bilmayman. Ammo mening da'vat qilim, Komünist Xitoy imperiyasi bizni mana bir kilometr qilib qo'yibdi. Hozir chet elda shunday holat bor ekan, shunday bo'lib ketgan uchun nurg'un tashkilotlar bor. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Biz o'zimizni e'tirof qilsak, uni qilib bu yerda ham haqiqatan shu ulamolar birligi qurilib yaxshi natijalarni maydonga keltiryapti. Buni ko'z yummasak bo'lmaydi. Bu ish hech qimmatida, yo qimmatda, bu qimmat degan gap yo'q. Xo'sh. Ammo bu yerda biz o'zimizningki ojizlikni cho'qim o'tirib chiqishimiz kerak. O'tirib chiqqandan keyin anadikin o'zimizni qutqiza olamiz. Sizning harbiy dasturdan bor, o'zingni bilsang, dushmanni bilsang, yuz qadam jandan mushtur etmaysa deb. Shunlashqa biz hargiz o mening deganim mazmunda emas, sizning deganingiz intayin yaxshi bo'ldi. Endi xalqimizning xato tushunib qolmasin. Balkim hayajonlanib ba'zan gapni deyitish mumkin. Uni men bir odam bayqi gapimdan oxiri kelsak, anadikin qattiq bostirib kelibdi. Bu bostirish qandaqligi, ya'ni diniy saytga bostirish, ya ziyoli qatnimga bostirish, ya odam avom xalq oldida bostirish emas. Kim qarshi chiqsa, qaysi xil usul bilan qarshi chiqsa, hattoki qarshi chiqmay qarshi chiqadi deb o'ylagan odamni tortib bostirish. Masalan, siz Komünist Xitoy imperiyasining bir puhrasiga yoki sho'lig'imda tikilib qolsang, "Mani tikilib qolaylik, mushundan agar bir niyat bo'lmasa, men tikilib qaylayapti" deb turib bostirib Əməliyyətdə nədir bu? Bir adam bir cinayət ötkəsə, şu paket bolsa, enandikin bir nimxla, əməliyyətdə o cinayətçi olub təcavüzçü. Yəni biz bu yerdə cinayətini arıb görsək olmaydı. Demək, bizni qattiq bastırıb ketdi. Xitoy o'zi e'tirof qildi ki, muxbirlarga masalan. Biz jinoyat sodir bo'lgandan keyin ondan hal qilganimiz yaxshimi yoki oldini elib o qilmasdan burun biz shuni tarbiyalayapmiz deb numus qilmasdan shuni bilgan dunyoga diyalayapti-da. Hiçbir işi yok mesela guman kılınısı degandek. Çünkü ularning nazarida har bir Uyg'ur bir jinoyat gumondori yani. Bu qilishi mumkin qilmasmi? Hatto o'ziga ishlayotgan kommunist bo'lsin Uyg'ur bo'lganligi uchun. Shu. Demak, qattiq bostirdi. Buning eng tipik misoli masalan, eng oxirgi yillardagi deydi, eng boshidagi demak 90-yillardagi barin xalqini bostirilishi, yakan qirg'inchilik, yakandagi mishargashi, to'rt kandidagi odamlarni qirib tashlab o'tishi, yani Urumchi qirg'inchiligi, G'o'lja qirg'inchiligi bundan aniq ifodalanibdi. Bu qattiq bostirish. Bundan o'zining bir logikasi bor. Ming o'lsin bir to'rdan qish chiqamiz. Birisini yo'q deyish uchun ming odam o'lib ketsa mayli, odamning qiymati yo'q. Anadagi namratlaştirishdi bizni haddan ziyada. Qulluqni ishga ishlar bor ekan, ma Yevropaliklar. Birindan namratlaştirib etdi. İkincisi uni birinchisi namrat, ikkinchisi nadallashtirib etdi. Bu ikkilisini bizga to'liqla tatbiqlab etibdi. Masalan, namrat odam o'zining qo'si qilan alakshi qilan bo'ladi ekan. Idisi o'g'anmagan nadan odam o nima desa shuni qiladi ekan. O'ylaga Chingiz Aytmatovning manqurtlash qadamini o'ziga bo'lib qolar ekan. Shunlashqa bu qattiq bir nima qilyapti bizni nadallashtiribdi, namratlashtiribdi. Bunun qatысы yaxshi ishni qilibdi. Ala, menda yaxshi qilibdi desaylik bizni qilgan to'g'ri ekan deganlik emas. Mana bu bizga yurgizgan siyosatlarning ichida unum ko'ralibdi ala. Dushman. Biz bunga nisbatan masalan Xitoy bizni namratlashtirayotgan bo'lgan chaqda buni oldini elib to'xta, men Mamchanni qilganda siz bayog'an bo'lsangiz, men Mamchan nemish namrat qilib qoladi. Bu namrat qilpas, buning bolasini kim o'qitdi? Buning bolasi o'qimasa, biz ko'rgan kunni kim ko'rdi? Mushli ko'rdi. Bizning dunyoda inoatimiz, qadr-qimmatimiz, insonligimiz, dinimiz hech nimamiz bo'lmaydi. Ma'noni yardım qil, ma'noni bolasini o'qitay deydigan ish bo'lmabdi. Asosiyatdan bo'lmabdi. Bo'lmabdi desa ba'zan yardım qilganda, misol, Atishliq Eminjonbayni o'zinglar xabar qildinglar, 16 milliard dedingizmi? Shu pulni nim qilib oxir bir oydan yo'q dedi deb. Atishda bunda bayli yamanjiq. Men bu bir qatim
bir özüm işleyen videoda şunda dedi. Ben özümden atışık boğalıqını pəxirləmə. Bir yer men jutbazlıq qımmatmə. Atışık boğalıqını pəxirləmə. Yani bir yemişə deyitey. Atışık boğalıqını pəxirləmə. Çünkü atışda Akıq Musabayıblar, Məmtli Tevfiklər meydana çıxıb atış marifini başlaş arqılıq Şərq Türkistanda marif dolqunu qozğab çıxan, hem sanayini milib çigen. Ama hazır atışlı qarab ağaylı. Nefretlenmə. Ecadının qılıb atqan işlərinin birisini qınmayıvadı. Bizning ecadlarımız qıyğaşının birisini qınmayıvadı. Çeteldikilerden. Çeteldikin qınmayıvadı. Mən atışdı. Qılıb atqanlımı var, qınmayıvadı qallamıcıq. Nefretlenmə. Ni baylı var. Mən bilimə. Birisi qınmayıvadı. Uluq alımımız Muhammed Seyli Damıllam. Marajda şu atışlıqlar əmələn o bir şiir oxbəsildib telmürüb ketkendik. Şunu da qıb ketkendik şu adamga. Şu adamni qatiltam qilib etdi, şunun şagirdlarining birisi bir ig'iz kelib misha gap qildimi? Nomus qildim men unda atışliq. Ola atışliq emas. Atışliq olsa atışliqda kelsa bo'ladi. Mishada şu sorundu bala badama Türkiye'de. Ba? Jiq şu sorunu o'rlashtirganlarmi ba? Hakikaten o Mirajdaki sahneni ben mi kögendim? Hakikaten. Mesela Kur'an'ın kitapta iniq ba. Ulu Allah deyir, ata anadan öte ustazını hürmet kıl deydi ki. Aşında gepli bak yine. Kinsinin ustazını şu qıtıltam qılıp basa, sen şu kadar hürmetlese şunun gibi sen üçün hiçbir madde bir otta ma elif gen ma bu bergen gepken elif bergen gepni sana uygetken boğuydu nemişten şunun üçün bir yazdılar gep kılamaysa. Ne musun? Bu benim gepim. Enadikin Komazıqda impresi sırt bilen boğa alaqımızın bütünlüğü kesip taşıyıptı. Her xil şekildeki alaqalarımız. Mesela sade demisek mi buldu? 1980'lıqacha uzadılı içki yıllan oğla. Bunun denki alaqalarımız desiniz, bizniki tirişcan vatan üçün iş qila alaydigan adamını ular bayqab chiqib, böyle 6 evladını qizib chiqqanday qizib chiqib. Oğulga pasport vermepti. Ya oğlunun balalarına yaxşı oxuş imkanı yaratıb vermepti. Elga akamna vaqılda deb qo'yganmizning ma'izatimiz. Kamna vaqtida men yazıyorum qilavdim. Baypomishning balalar deb yo'g'im o'zini keltirib qo'yib urib bo'lni o'tirib etganlar. Balalarni asosiyat o'qitmabdi. İdi saman o'yg'aq tigitin tuxumi yaxshi degan gap bor bizning. O'lni qilmab. Anadekin idis o'yg'ingan xalq shu ish qila oladiganlar qilmadi. Chet elga chiqqanlar hammiz jon baqadiganlarni chiqarib qo'yibdi. Tasqa chiqibdi. Parat Tangri o'g'lan bizning Parat Tangri tag'li akamiz bizning maktabga borgan bir konferensiya o'rlashtirgan badi. Sizlarga xabar qilaman. Shuningda Parat Tangri o'g'li bir gapni qilib chet el chiqqanlarga 90% ahletni chiqaribdi. Bo'lmas ne iqtidorli odamlar bor. Facebook'da ne qoladi, chet elda bor ekan. Nima o'tirib chiqmaydi. Qavaqda chiqadi. Mesela Amerikalikni tillaymiz. İsraillikni tillaymiz. U bunu tillaymiz. Amerikalık qana ekan. Bir adamni qutqizilish uchun 20 adam hayotini qurbon qilishga arziydi deydi ekan. Bizcho bir jinimizni qutqizilish uchun 200 adam o'lib ketsa mayli deydigan bo'lib qoldik. Shuni biz qo'llab ketib boramiz. O'zimizni qattiq dansimiz. Shunlashqa sirt bilan bo'lgan aloqamizni kesib yutibdi. Chet elga chiqqan Uyg'urlar shu bir izib-tizib chiqib qolganlar yoki bir g'ayri bir yo'ldan chiqib qolganlar ma yo'lga mangan bilan qolganlarda unday ish. Masalan, bu chet elga davoyimizmi qa vaqtida xalq hamda bir resmi mush yo'l qalab man deysiniz. Ata-anasini jazolarga solib olgandan keyin anadagi ma yo'lga manganlar jiq. Onun aldırlık yıllarımı leyle mal ettik. Ne rasıl deyim ben herkes ne kılmam. Neymiş kılırsanız vatanımı azat kılış. Bu benim. Şuna taşqi boğan münasebetimizni kesip taşlayıptı. Anadaki bizni qararlik alda 3 xil kuch, mesela dini ideyasi oshqon, millet ittifoqini buzilgan, davlat xavf yetkazgan degan tashviqotni singdirish bilan billa, yiliq o'zi tarbiyalab yetishtirgan ziyolilar bilan, yiliq bizga qurashtirib bergan damlalar orqali bizni shu odamni qizib chiqaman deb o'zimizning yig'ida o'zimizni qo'rib niyapti. Unda bir gap bor bizda. Paltini daraxtni sidirga yasab, daraxtni kesib turgan. Shunda qilmayapti. Biz bunu tuy bulamadık. Dağıtımız, biz mende olduk, anna olduk diye bilen sistemlik emas. Mana şunday bir aletni biz şekillendirip ne yaptık? Hemen böyle puxta teşkillik edip ne yaptık? Sistemlik yaptık. Anadayken bular hem özümün qararlik terrorluk barını uyuşturub ne yaptık? Nemişqa?
Muşunda qilsak, bizga xavf bo'ladi deb. Xavf faaliyet ilib bağmağalığını yox deyiliş üçün. Yəni cinayət 300 degan. Borandan chiqiblar, o boranla Şunlar onu yoxdumuz deb, şunda qilib, elə su biltib, suni leytib beliq tutma degandek, ayında qilib məngapdı. Məsələn, Ürümçidə 2014-cü ildə Xi Jinping bizim məmləkətə gələn çağda vay nemin Cənub polis stansiyasını partlayıbdı, onda qıpdı dedi. Xotəndə aypıran partlatımız deb terrorchilar bomba ilib chiqdi. Terrorchining qanday bomba ilib chiqdi, yemdi uni. Uni qanday yeb mumkin emas. O nima desangiz 500 metrga birdan do'qidi saqchi. U aeroplan chiqib bo'sh tekshirdi, paypaqlarni soldirdi. U qanday anadekin o Xi Jinping kelgan vaqtida u Uyg'urdan birini chiqarmaydi. O'zi tanlab olgan, qurashtirilganlari chiqsimi, bo'lmasa hamma Uyg'urni o'ydi bizdan saqchi tursa. U qasi Uyg'ur u yerda qatma-qat yerda bomba partlatadi. Bu mümkün emas. Anadekin Komissiyada impressninki Türkiye'deki baş elçisi dedi o Kunmingda manchilik 8 Uyg'ur birisi ayol tarafından qechib, chegaradan qechib, shahar poyezd stansiyasiga Nurg'odim chipetdi, anda qiladi. Va u yerdan bu yerga uchib kelibdimi, nima bilan kelibdi u? Uni bilan so'zlasimiz. Ashunda terrorlikni o'zi qilib turib, o'zi yetishib chiqdi, bizga ish topmasin deb nima qildi? Yo'q deb yaptı. Anadekin eng buni yo'qotgani bizni başımız bo'libdi. Masalan, bir reis bo'la oladi, millat uchun xizmat qila oladi deydigan odamni yo'q tutibdi. Har xil banalarni o'ttirib qo'yib, har xil. Shunga o'ylab beshi yo'q ten, hammaga qarab ma'lum. U yonga, bu yonga ma'lum. Ashunda bir holatni shakllantirib qo'yib. Buni hammasini taktiklar o'rlashtiribdi, ammo biz buni bilib qilib bo'lmadik. Meningcha shu nimalarni yurgizib kelibdi bizga deb qarayman. Shuni hozirgacha ashlam o'rtirib o'tadi, bizmi nim qilyapti. Ammo bu deganim hargiz bizningki bu qulluqni qabul qilganligimiz emas. Mishel sizlar mening qaranishimning o'zimi vatanga bo'lgan umid. Freudning bir gapi bor. Agar sen bir ishga atlanding, qadam og'ining 50% natija. Haqiqiy o'zingni kuchlantirib ayet kılmamız, büyüyen kılma diyen olsan 90% netice yaratsa. Bu fakat biz Allah'ın bizni sınav attığı, bizi güç kuvvet verişi, özümüzden terişi bilen çok müroyap çıkmayla iş yok da parayı. Köp rahmet, güzel bir hulası oldu. Hoş, emdi şunca ola işlerde elbette biz özümüzde xuddi bir diagnoz koyup, onun bir doğru bəməkçi bolğandək oldurubdunuz. Bizdeki severlikler bu çünkü valla işten aldı da. Bizdeki severlik iğer. Hakikaten iğer. Uluq Allah bizim adam kılıp yarattı. Mümbet toprak bəli cennet sübet. Şunu özümüz qoğu diyemmedik. Eyle Rusya sitvet dedik. Eyle Amerika sattı dedik. Yani biz sattık ne biliyorum nurgun sitişler. Hem de bu oturda. Şimdilik ağızdaki mene vatıdı. Hoş. Sitip atkandı sen neymiş kılattı? Sen sitildiğin mal mı? Seni adam yapıp yarattı. Senden tefekkür oluş gerek. Senden hareket buluş gerek. Satıda sen sitiyordu. Malını emiş işip sitiyordu. Algılacak. Bu bizgi severlik. En mühim. Bunu biz tüvendikideki noktalarını çaklayıp. Birincisi içki taşkı cihetlik severlikimiz. İçki cihetlik severliklerimiz neymi o degen çağda. Bir bişimiz yokulap gitip ağa vaxtıda. Özümüzge mesela Ahmetcan Qasım'ı deyli. Ya ki Muhammed Eminov deyli. Aşındaq ənilken içki cihetisi mi? İlhan Töre. Ola içkide İlhan Töre sabıtlamı. O işler yokulap qalqdı. Onun destek oludğa iş yok. Nem qıptoq desek, onu yoxdığanğa yoxduş biriptoq. Bu bizdeki sapa. Sapayımızı östürəşki əhmiyyət bəyəmeptoq. Biz həddidən ziyade quraşdırılıb pəyən dininin təsiri yaman çıxışqab getibdik. Sağlam dininin emas. Mesela Türkiye'de yaşayotimiz. Ben Türkiye haqqındayım. Türkiyelikning hər qandaq biri camiga chiysa, birinchi olib qilgan duosi nima? Siz chiqchirsiz, men chiqchirim. Ey ve Xudo, vatanimizning beshini aman qilgin. Bu aziz millatning beshini hargiz boshqalarning bo'yinda egib qo'ymag'in degan so'z bilan boshlaydi, jumla bilan boshlaydi.
Bizden karımlarımız onda emez. Onda daha kılalaydıgan karımını yoktu etkenlik üçün bizge kuraştırıp bilgen karım nemdeydi iken mihriban şefkatlik Allah hatırcamlık ata kıygan ata-anamızın ki çıraydı bir gül köreyli içilgalıqını eğer hatırcam turmuşumuz ata kıyganda manda ilki ruhunu sunduruyduğun çıraylı kusuldu sundurgan duanı kılgan kıp koyaptı. Hazır hem de yana bir gep çıktı o hazır. Dinni, İslam dini, mübarek dinimiz İslam dinini sosyalizmi uygulaştırgan şekilde yazıp çıkış. Bir dinni mi bir nimi uygulaştırıp yazıp çıkan bulamdı. Bu tartışılan meselemiz. Demek bu işki cihette yürgüzü atkalların içinde bizdeki severlik aşında bizge yürgüzü atkan her xil türlük zulümlerini, yoğutuşlarını, asmiliyası, bulan talanlardan hemmini nemi kılmaptık biz. To'g'ri tahlil qilib xalqni yetaklayoladigan odamlarni yo'qda etmasimiz tushuntirib oldik. Ham xalq bu holatda bir xil sapasiz holatga tushib qoldik. Yomon. Bizning vatanimizda aytdi. Masalan, bola, kunning serig'ini ku singandan olgan. Ammo hozir bu ideyasi bizga ashunda tarbiyalab qo'yibdik. Bal tarbiyalashga qat'iy ahamiyat bermabdik. Bu ig'ir bir sabab. Demek martıcı qilib ketganligimiz uchun, ro'yimiz chirg'anlik uchun hammasi bir-birisi bilan zanjirsimon bog'lanib ketganda bu ishlar. Shunlashqa buningga biz ahamiyat bermadik. Yomon bir ig'ir xatoligimiz bu. Anadan tashqi jihatga desakmi, tashqi jihatmi da'vo qilib chiqqanlarning zo'r ko'pchiligi vatandan chiqib da'vo qilayotganlar bo'lganlik uchun Aşağıdaki juqqan keselning hammasini chet elga oyna chiqibdi. Chet elga chiqqandan keyin chet elda o'zgarayotgan bir yangi dunyoga moslashmay aşağıdakilar. Masalan, chet elga chiqdik. Turkiyada 40 tashkilotning bo'lishining o'zi nima? Da'voyimiz ziyonliq. Nima uchun? Endi chiroyli gapni deymiz endi. Voy, biz mana jiqroq tashkilot bo'lsak, oqimiga ishni oqisa, biz kapanib qolib, biz menga yurdi emasmi deb o'zimizni aldaymiz. Ameliyat 40 yerga ijara bergan puldimi hech bo'lmagan chaqda da'voyimizga manchalik bir jurnal chiqaramidik. Rasman yolg'onmi? Bir oyda chiqargan bir jurnal chiqaramidik. Shuning jurnalning puli chiqadi. Bir gazet chiqaramidik. 70 yilning yo'q shuning puli chiqadi. Eng oddiysi. Bir 100 odam yig'iladigan bir dernek yig'iladigan mesela benim için çok bir zalimiz yok. Hazır meşede Şarkı Türkistan davasını anlatımız desek birisinin zalını elip 200 kişilik bir zal olsa bir Türk'ün ya yol ocaklarına ya bilmem ya bir ocaklarına yalvarıp seni zalını işletip durulur demesek açaldığın zal var mı? Ben kömürüm ama. Var mı yok musunuz? Rast yapma. Sizin şu yolda enik men otqadı. Hem işin bilirsiniz. Yok. 100 kişilik bo'lishi mumkin. Yani 200 kişi yok. Ameliyatımız 71 yıl oldu. Yani şunçalar yani nim kılgan biz nerede oksa nerede çık igir onçla çok kısadımız var. Bir tal gazetimiz yok. Bir tal jurnalimiz texmi yok. Bu bir intihar bir boşluk bu. Bu tashqi jihatdagi ne? Bir igir hadise ma bu. Ya Xudoyim shukr yana nim bo'lsa terishalik ko'rsatib ma'ni qilib o'tsizlar. Ma bo'lmagan bo'lsa bu da'voyimiz kimga altıtdikan tan ya so'zlaydigan fursat yo'q, men qilgan fursat yo'q-da ma bu. Ma igir severlik ma bu. Bu biz bunda ketaversak tugabli ketamiz. Nurg'un xalq men tilasamda nima qilsin, ya ma bir yaxshi so'zlayotdi. Demde o o'zining ishi. Albatta siz degandek nurg'unlagan ahmas jamiyatlarmi ba'da. Mesela nurg'unlar mesela bir dernek yoki ishki jamiyat mushu sohada qilinayotgan butun xizmatlarni hammasini qilib keta olamizsizcha? Qildim. Mesela Hidayat Lajim reisimiz. Men e'tirof qilaman qara. Mesela Germaniyada kimni e'tirof qilsa Dolqon Isakamni e'tirof qildim. Yeter bo'ldi. Xudoyim nemish 5 baş verdi, nemish 4 baş verdi. Ve bo'ldi bu shu. Yetido. Hamilton bo'lsa, nima bo'lsa, maqsaddan vatan nazar qilish. Aslan bir narsani o'tirg'a qo'yib agar rasmiy xolis bo'lsang bir yerga kelsang bo'ldi demoqchi. Ha, bir yerda harakat qilish, anakin sapa yuksaltishimiz kerak, xalqimizning sapasini yuksaltishimiz kerak qarang. Bir odam bilan bir mush tugib borsak, hammalar bir odamning mushtulab qilsak, nega bir bossaq, mushtimiz jonliq tegadi qarang.
Hozir masalan Amat biz desa- xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi deb bir mush bo'lmoqchi bo'lyapti-da. Ya Bu shunda kuchi yo'q. bo'lish kerak. Shu ajındaq demek anaqilqi 40, 70, 80 tashkilot bo'lib olmay, bir nuqtaga yig'in chaqirishimiz kerak. Biz Uyg'ur, musulmon, bizning kimligimiz da yetarli o'zimizga. Bu bir nuqtaga kelishimiz kerak, xalqimizning safosini o'stirishimiz kerak. Hozir menda sen nima deb qolman qarang. Men chiqishlarni bilib ketmayman, jiroq yashayman. Ama bu ba'zan Biz tashkilotlar astoratdan tekshirib turmadan. Ama bu tashkilotlar bor ya. Bir odamchilik roli yo'q tashkilotlar bormi? Albatta, o aniq ya. Bir odamchilik, menchilik roli va masalan desemmi, menchilik roli va bir tashkilotlar yo'qmi? Ash Erkin Akramkam, Erkin Ahmadkam, Hidoyatullo Hajimkam, anandikin nimani O'limalar birligining raisi Ataulloh Shahriyar. Ashundaq odamning qimmati baroq tashkilotning roli yo'q. Tashkilotlar hozir shunglashqa birsimiz chiqiblamaz, men boshbakan deb televizorning oldiga chiqib, ya telefonni qo'yiblam, men manda qildim, anda qildim. Turk xalqi bizni yomon hurmatlaydi, yomon nim qildi. Ko'kimiz u yerdan kelgan tarix jildimiz shu edi. Shuningdan foydalanib ketib, oyay berib qolsa, bir tashkilot chiqib qolsa, nima qilyapsa deydigan bir tashkilot yo'q. Bormi yo'q? Yo'q. Amaliyotda nima ish qilayotganligimiz hamma Uyg'urning yuzini sitib bordi. Uyg'urning yuzini satdi degan gap shu tashkilotdagi da'vo yo'lidagi ziyonliq ish qilyotadi, boshqa ish yo'q. Hammalar ko'rib turibmiz, levimizni ishlayapmiz, boshqa ish yo'q. Bu bizning ittifoqsizligimizdan chiqayotgan bir kavakdan foydalanib ketib qolganlarimiz. So'zlasa deb kesilib qoldi. Sizcha bunda maxluqlarga qanday javob berish kerak? Uningga siz raislardan Tashkilotlar. U shular bilan. İkincisi biz o'zimizni isloh qilolmabdik. Chet eldagilar bo'lamdi, vatandagilar isloh qilishimizmi fursat yo'q emas, qarang, hamma fursat bo'ldi. Biz o'zimizni tarbiyalash, safosimizni tarbiyalash, hamma jihatdan ma'rif jihatdan vayron bo'lib ketgan bo'lsaqmi? Nimada vayron bo'lmadik? Uyg'urligimizni tatib ololmadi. Masalan, Polsha xalqining qarshiligi, Quchar universitet. Men kunda o'qib o'tmay anglatganim to'rt, yana yaxshi. Shuningda Polshalikni qarang. Rossiya ham besib oladi ekan, ya'ni Germaniya ham besib oladi ekan, Rostum besib oladi ekan, Fransiya ham besib oladi ekan. Hammasini qilgan bizga yurgizdi ekan shularni. Lekin ular yer ostida bola tarbiyalaydi ekan. Ma'rif xat Ahmed bergan. Yahudilimi ma'rif. Bayim dedi qo'y, ma'rifni qilganimda o'rnida turmaydi. Lekin bizda unday emas ekan. Masalan, dadimiz bizni singan nenani ye, kunning serg'ini ko'p demay, balam, sening ishing ma'o. Hech bo'lmaganda bir insondek yashaydigan qil. Men bo'lsam yashayamadim, sen bo'lsang yasha degan o'rgatmabdi. Oila ma'rifimizni vayron qilishga ular imkoniyat yo'q, lekin biz o'zimiz hali vayron qilyapmiz. Masalan, bizning mamlakatda hamda xabarlarda chiqdi, ham o'zimizim ko'rdik, anglaydik, yer ostida Qur'on tarbiyalash kurslari bor deb. Shunimi vayron qilgan Uyg'ur o'zi. Bo'lmasa Xitoy nim bilda u darajada kuchi yeyilib bo'lmagan-ku deymi vaqtida. Shu ashundan. Bu o'zimizga sabab. Bizda haylarni ko'plab chiqib ketishi, safosizimizning tuvanligidan aynan Ma'rif Ahmed bermaydiganki, bu shunga o'zgarish qilinmoqda. Chet elda shunda. Chet elda masalan Muhammad Iman Bo'raxon, Aysa Yusuf akillarimiz boshlagan vaqtida nurg'olgan chet elga qishib chiqib ketgan Uyg'urlar o'ldan uzoqlashib ketdi. Dadamni tutib olarmi, onamni tutib olarmi, qizimni tutib olarmi, ya bilmem, ya bizni tutib olarmi. Hozirmi shundaqmi? Kelanglar guvohlik qo'yinglar deb kuni da'vat sizlar, kelanglar ma'ashni qilaylik da'vat sizlar, kildiga odam yo'q. Qo'g'avatgan onamni tutib olam. Kim bildi tutib oldimi? Men deb qo'ydim balani, hech bo'lgan. Nim bo'lsa ota-onam yana meni tuquniga rozi bo'lsin, tutib bo'ldi, men uni ishini tutib o'qib bo'ldi endi. Nim bo'lsa men shular haqida bir ishga gap qila oladim, guvohlik bera oladim. Agar tutilib ashu vatanga chirib ketgan vaqtimda Xitoy hujum qilsa, men uni xalqaro az qilaman. Mana qilib ketdim. Agar eliqmay hech qanday qilmay sukut turib qolgan otasini bo'lib ketgan vaqtida VHS qilib bo'ldi, ha, mana. Qilib bo'lgandan keyin nim deb chirdim-da. Balki chiymas. Demak biz o'zgarish asrlamoq. Aynan o'zimizni tashkirib chiqarmabdik, ham yetishtirolmabdik. Biz qilayotgan da'vo nima da'vo? Buni yetishtirib chiqarmabdik. Mendan keyin kim keldi? Mendan keyin bu da'voni kim qilish kerak? Bu da'voni qaysi saviyada qilishimiz kerak? Xalqaroniki, masalan, qurolliq deyli. Qurolliq qilish degan
yaman ters yaşama. Kural degan gapning ma'nosi ya ölüsen ya terilsen degan gap. Do'st düşmendeklarmish devamlı bu. Bu qattiq eng oxirgi yaxshi hal qilish usuli biz onunla yaman jiraqama. Mushuni qanday qilamiz deb o'zimizni yetishtirolmayapmiz. Hozirgacha. Masalan, sizlar o'z suhbat ilib beryapsizlar. Miya kelib o'z suhbat ilib borgan 71 yil bo'ldi degan bilan o'g'o uzansango 2016dan tortib jazo lageridan tortib chiqib miya kelib o'z suhbat qilgan yoki boshqa yerda tiyuk axborot vositalarida o'z suhbat qilgan dadini anlatadigan nim qildigan Uyg'urdan 30 chiqanda. Chiqmaydi. Chiqadi deyalamsiz. Chiqmaydi. Bu bizni yetishtirib chiqarmoqda. Davoyimizningki ig'irlik darsidan, davoyimizning yeniglik darsidan, davoyimizni qanday ilib mansaq bo'ldi, davoyimizni nada xatolik ketib bordi, nada foydali taraf ketib bordi. Biz bu davoni nima uchun texmi xalqaro seviyaga ilib bormayapmiz deydigan ish bizda bo'lmabdi. Endi uni desak, bizda ilq bir tağa bana ba. Hech qanday o'zimizni aqlashtirishimiz, lekin biz hammamiz qarziz. Nima ish qilgan? Vatanimiz qul, vatanimizda tatayotgan insonga qarshi bir jinoyat bor. Buni biz qanday qutuldiramiz? Ularni qutuldiramiz deganda hamma Uyg'urning mas'uliyati bor. Bu mas'uliyatdan qechiyapmiz. Demak biz o'zimizni yetishtirib chiqamayapmiz. Sapoyin tayin tuvan, sapoyimizni yutishimiz kerak. Shuni yetishtirib chiqamayapmiz deb qarayman. Eng muhim tarbiya kimligimizni yutishtirib etdik. Chet ellik Uyg'urlar bo'lamda, vatanlik Uyg'urlar. Hozir siz vatanlik Uyg'urlarga chiqing. Siz kim? Uyg'ur. To'g'ri Uyg'ur biz. Uyg'ur bo'lashil deb qo'yishlar hisobma. Uyg'ur bo'lgan ekan sen uning tarixini bilishing kerak. Uyg'urlarningki kelish intik manbasini bilishing kerak. Uyg'urlarning jo'grafiyasini bilishing kerak. Uyg'urlarningki madaniyatini, kulturini. Ham bundan keyin Uyg'urlar 100 keladigan nima? Bundan keyin Uyg'urlar qaysi holat keladigan mesela yani 10 yillik, 20 yillik nima taqdirga yo'l qo'yadigan bir qismatni sen bilishing kerak. Shu yo'l izlanishing kerak. Endi sen Uyg'ur. Men Uyg'ur deb qo'ygan Uyg'urlab qolgan ishlamda. Masalan, uzoq suhbatimda Turk yerda yashayotimiz Turk xalqiga o'sha Istanbul urushida deydi-ku. 1 metrga birdan jasad ko'mganda ko'mbetgan to'q. Shunda shehid berib turib qo'limizga olgan deydi. Shu shehidniki bo'g'ashqa Turk xalqining hozir menda yashayotadi. Ammo lekin bizmi shu Turk xalqimizning qo'yinda biz menda so'zlash fursati bo'layotdi, xotirjam yashash fursatimiz bo'layotdi. Demak biz kimligimizni yutirib etdik. Biz Uyg'urlar, lekin shu kimlik o'zgilarligidek o'zimizni yetishtirib chiqolmadik. Kimligimizni yutirib etdik. Hozir masalan biz da'vo qilyapmiz. Vatan tijoriy qilinayli. Sen kim? Uyg'ur Turkiya. To'g'ri biz Uyg'ur Turkiya. Ejodimiz Turk. Sen kim? Men musulmon. To'g'ri ummat. Sen kim? Uyg'ur to'g'ri. Lekin bu uchidan o'tirsa ba'zida ziddiyat kelib chiqib qoladi. To'g'rimi ya? Nima uchun? Biz o'zimizning saposimizdan to'yalligidan, siyosiy bo'lgan sezgirligimizdan to'yalligidan ne biliyorum men bir mo'yinchagan bir sabab bor endi. Masalan, Yevropadagilar, Amerikadagi Uyg'urlar nima deydi? Bu Turk desa, Amerika, Yevropa bu Turk bir gavdasini qurib chiqishni xohlamaganlik uchun bizga yordam qilmaydi. Sizlar Turk demay Uyg'ur danglar deydi. Qaysi to'g'ridek? Turkiyadagi men boshlaq Uyg'urlar nima deydi? Biz Uyg'ur Turkiya deymiz. Nimishqa biz Turkiyada yashayapmiz. Uyg'ur desak, bizni to'naydiganlar yo'q, bizga sahib chiqadiganlar yo'q. Bu to'g'ri. Da'voyimiz bir xil o'legalat ketadi. Biz shuningdek Uyg'ur Turkiya deymiz. Buning yashir xato emas. Masalan, musulmon dunyosiga da'voyimizni anglatish uchun biz ummatning bir partiyasi deymiz. Chunki u yerda yurgizayotgan bir Uyg'urni yo'qotish emas, islom dinini yo'qotish bo'layotdi. U yerdagi yo'qotish, Uyg'urni yo'qotish, islom dinini yo'qotishlamamiz, insoniyatni yo'qotish bo'layotdi. Bu to'g'ri. Lekin biz nima ish qilib uchun talab biz deyishimiz. Biz Uyg'ur Turk bo'lib qolganlik uchun Amerika bizni erkinlashtirmaydi, yordam qilmaydi degan xato. Yoki biz u yerda Uyg'ur deganligimiz uchun Turkiya bizga yordam qilmaydi deyish xato. Xo'sh. Yoki islom dunyosiga yordam qilmaydi deyishimiz xato. Sen nima desan de, birsi-birsidan ziddiyatlashmaylik. Nima bo'lsa, davlat manfaati hammada ustun. Bir davlatning manfaati hammada ustun. Agar davlat manfaatiga Kommunist imperiyasinikiga ziyonliq bo'lgan, sen o'zingni yili Uyg'ur Turkiyada, yili Uyg'urda, yili ham musulmon bo'lib chashqan mushuk desangmi, seni yo'lab ichqidi. U tartib bo'lgan. Shunga yo'q ziddiyatni talashmay, nim qilganingiz yaxshi ekan. Kimligimizni, o'zimizning kimligini mahkam tutishimiz kerak.
Bu kimlikni tutish degan unday oңай ish emas. Avlodlarimizga o'zimizning tilini, jo'grafiyasini, tarixini her uyutadigan narsalarni uyutishimiz kerak ekan. San'atimizni uyutish kerak. Mana bu kimlik sahib chiqish bo'ldi. Ammo biz kimligimizni uyuttirib o'tdik. Bu bir sabablik. İkincisi bizde gumonlanish bor. Qat'iy bu. Azmatlar chiqay. Uyg'ur meni ko'rib qolsa, "O, yan qachidi." Ya'ni biz Uyg'ur ko'rsam, "Yan qachidi." Mushadan o'sha qachmoq jigim Uyg'ur ko'rsang, ya biz seni ko'rishman, ya ko'rishmayman. O'ziga ishlash qila oladigan Uyg'urlar, Uyg'ur ko'rishadigan, ishlash qila olmaydigan Uyg'urlar, Uyg'ur ko'rishmaydigan. Manda bir alışık. Unda qosqanlar kelishimiz. Gumonlanish ig'ir. Buni cho'qim tashkilot rahbarlari cho'qim tugutish kerak. Tugutish uchun buni plan loyiha bo'lish kerak. Ana lekin bizda ishonch bo'lish kerak. Biz başladik qo'yib, sen bir qadam olding, harakat boshlading, 90% natija yaratdim desang bo'ladi deb. Harakat qilmaslik. Endi ishonch yo'q nurg'un xalqimizda. Voy ko'miz Xitoy impress o'nlab kuchlanib ketdi bundan. To'g'ri, menmi deyman? Kuchlandi to'g'ri. Reallik u. Uni qabul qilishimiz kerak. Lekin kuchlanib ketdi deb e'tirof qilishning o'zi amaliyotda sen mag'lub bo'lganliging. U kuchlandi. Shu ming kuchli bo'lsa-mu, sen ona nisbatan cho'qim tadbirlik bo'lib, harakat qila olsang, cho'qim undan g'alaba qila olasan. Masalan, eng oddiysi tabiatning qonuniyati bo'yicha deylik. Bu o'tashim kerakligini ko'rsasizmi? Shu beton qo'ydi, betonga to'may tiklaydi. Shu to'may hamma to'mayni ko'tarib turdi, insonlarni salib tatib. Shuning losini tegdi, mushunchalik bir to'may hammasini ko'tarib turdi. Bir narsaning ig'irlik markazini tepib turib, dal joyiga qo'ysangiz, hamma ig'irlikni ko'tara olasiz. Shunlashqa bizda ishonch bo'lishi kerak. Ammo turklik deyman, Komsixda impress kuchli, texnologiyada kuchli, askari jihatdan kuchli, qurol yarog' jihatdan, iqtisod jihatdan, hamma jihatdan kuchli. To'g'ri, agar men uni demadim, voy u ojiz desak bu do'tni o bo'la bizga o'xsha. Bu kompyuter qaylisin bo'ldi. Hozir Amerika bilan savdo urushi ilib baralig'idek darajada kuchlangan bir davlatni biz ojiz, u bu desak, bu bizga ishdan bizni yolg'onchi bo'ldi. Rastdan rast deyishimizda, yolg'on deyishimiz kerak. Ammo men shuni tushuntirib qo'ygandan keyin yana deyman. Buning ichida manda ziddiyatlar bor. Masalan, men Komsixda impress deyman. Imperiya degan gapning ma'nosi mening bilishimcha, necha davlatni qo'shib olganligini bir imperiya deydi unda. Isloh qilganlarni. Va buning ichida bor, Uyg'ur bizni isloh qildi. Tibet bor, Manju bor, Mong'ol bor, Çavuşenzo var, nurg'ulg'an bir manzum bor. Bu o'zi 56 millat, intik millatdan tuzildik deydi. Amaliyotda ondan jiq. Bular mushu da'vo ustida bizlar qilmayapmiz, ammo ularning tili, anadekin e'tiqodi avlum buddist bo'lgan ekan zo'r ko'pchilik. Manda bo'g'aliqchi ular jiq masalalarda manda o'tirib chiqmaydi. Biz farqli qilganlik uchun chiqyapmiz deyman. Islomda ekan deydi. Shu bo'ldi anakin bizda qo'rqish bor. Bu qo'rqish kimdan qolgan bo'lgan tang? Biz mush turk qarindoshlarimiz bilan o'qituvchilarimiz deydi. Sizlar tarixni qattiq nima yaratgan. Turklarning kezadi madaniyatdan taralgan. O'zgan imperiyasi desa mush hozirgacha yurgimiz sevinadi deydi. Aniki Uyg'urlarniki O'zgan eposin bizni o'qidik, o'zini Uyg'ur deb ekan deydi. Undan boshqa menda jiqqamda masalan Qarqala sulolasi deymiz, Idiqut Uyg'ur sulolasi, Uyg'ur Sadiya sulolasi. Ne bo'lsa tarix qo'yimda. Ashundaq shalloq natija yaratgan, qog'oz tildan kelgan, ananikin laqamat cho'makda ekan bular. Biz ko'mzak. Sho'lim sildan kelgan. Tunji qatam Qashqarga ism shundan kelib keldi. Turklardan deyshi. Ashunda bo'lgan, shunda madaniyat kimlar, sizlar nimda qo'rqanchaqsizlar hozir. Va bir joydan qul qilib qo'ydi deb qaylab turamizlar. Berib tishlanglar, berib nima qilsanglar qilinglar. Hech bo'lmaganda Turkiyada o'zingizning qulluqni qabul qilmaydiganligini bizga isbotlanglar. Hozir chiqaylik ikimiz dalaga. Biz da'vo qildik 70 yil. 100 turkning oldiga boraylik, Sharq Turkiston degan ne? Sharq Turkistonda kimlar yashaydi? Sharq Turkistonning ma shahrining ismini bilamsa deb qala. Ikki turk chiqmaydi. Ishonasiz? Men tadqiq baxtim o'zim bag'ay edi. Misol. Ikki turk shimol masalan galaylo. Qashqarning mesela Sharq Turkistonning eng taraqqiy qilgan shaharlarining birisi desak, misol Shixanza deb so'rasak bir turk bilmaydi. Bilamdi. Bildig'ini Turpani bildi ekan, Xotan, Kucha. Shu azlari. Demak bizning ishlarimiz nima desangiz, turk qarindoshlarimiz anglatishimiz az ham o'zimiz qo'qqanligimiz uchun nima qilamiz? Men to'g'riliq masalan ishada Qarbi gazetalariga xabar yozdi, chiqadi.
yaxshi ta'sir bo'ldi. Bu meni o'zim danglag'anligim emas, danglab navrman, men o'zimni axlat deyman. Qo'zat vatan azat bo'lgan uyg'onamiz axlat deb qarayman, uni oldim dedik. Demak, biz dadil bo'lsak, qo'rqmasak, baturlik bilan o o'lib ketgan jon, o'zimiz yuz kelib, Xudoga yuz kelib, islom dinimizga yuz kelib, insondek yashay olsak, ana degan o'rkinlik erisha olamiz. Bu qo'rqib, mamamchan guvohlik berdi, undan qachay deb bir Komissiyada impressiyasınki ya biz siyaseti o'zgarib qolsa, bir atugin qo'g'irlikni yo'lda chirib chiqargan ishlab qolsa, biz chiramay qolmayın deb o'tib ketsak, biz tugib ketdik. Shu bu bir egri. Ana degan bizda tajriba savoq yo'q. Qul bo'ldik 70 yil bo'ldi, 71 yil bo'ldi, vatanda ma'qulni qilamiz. İbret almadık, tajriba savoqni yakunlamadik yani. 71 yilning yog'i ma severlik o'tdi, ma artishlikni qildik, biz ma ishlarda yanlış qildik deydigan bir kitob yo'q. Yazıp çıkış yok. 71 yılın içinde hiç bo'lmadi 71 page kitap yazılgan bo'lsa. 90'lar 49 yılı Komissiyada impress çiğençar maaş bulaptı ekan. 50 yılı ma bulaptı ekan, 51 ma bulaptı ekan, 2018 yılı Uyghur maaşını qildi. Manat severlik o'tkazdik, 2019 manada g'alaba qildik desek, jiq material ulab chiqdi. Jiq tajriba oldik. Bizda unda tajriba yo'q. Mesela iş ekmeği bir qedim Tutuqlarga ishqilishim o'tmaydi dedi. Nimishqa shu tajribaga kelib chiqalaydi. Bizning ajdodlarimiz aytgan tajriba hayotlikdan muhim. Muvaffaqiyatdan muhim. Chunki tajribalik bo'lgan insonning hayotida hech qanday bir qiyin xatar bo'lmaydi deb. Tabiatni Alloh yaratganda biz sizdan paralashdik-ku. Miya chiqishdan burun tabiat dunyosini qaysiz yo'l bosib berib yoki shir berib kalilni yutib olgan tabiat dunyosi ekanda. Ot hayvanlarını yiyip bağın, bir yiyip toyap, bir günü ya şu günü yanı berip yanı yavatkan, bu tabiatın kanunuydu. Yani hiç kaçan toşkan kovap işte yitirgaç yok, işte toşkan yavatkan. Bu tabiatını orlaştırıcı. Bu xil tecrübeni biz özümüz kabul kılamadık. Hazır mindak desem nurgun teşkilatından ki ya ki bir sınırlık açık tutuşu mümkün. Man nemi davatıdır. Bizning qiyg'ayishlarimizni inkar qilib baramdamadı. İnkar qiyg'ayish yok. Tecrübe yok. Hech qanday tecrübe. Ötküzüp bağın severlikimizden kol kilotkan neticini puhtulaş asasırki tecrübemiz yok. Menimcha bu intayin yaman xatarlik ahval. Endikin psixikimiz yaman buzuq emmelenan. Ben qo'zadi o'lgim tushmaydigan kunim yo'q. Siz qanday unutmayın. Psixikimiz hammamizdan buzuq, umid kutish yaman jiq. Ayna bir qalayimqan bir holatda biz. Menimcha shular deb o'ylayman qarab. Sizdan beshingizni ort etdim ajib sizlar. Ya, ko'p rahmat nayt yaxshi. Bo'ldi biraz vaqtni aşırı etib qoldik amma lekin 45 minut qo'limizda bo'ldirib hozir 1 soat 22 minut bo'libdi. Qadrli ko'ruvchilar, inkas yozgandan ko'p rahmat aytamiz. Bak gapning 5-qirib bo'g'icha oxirga taqozo bo'lib ketgan ko'ruvchilarimiz bor ekan. Ammo albatta bu javobi har bir gapning keyindan bizdagi savollarni ko'rsatib biz mandaq qilishimiz kerak deb javobi oqistillam chiqib o'tadi. Chunki buni men qaytadan yozganingizda nima ish so'ramaysiz deb degandek inkosiz qoldi ekan. Sabr qilib olgan bo'lsangiz balki javobini oldingiz deb qarayman. Chunki har bir narsa qo'yib mandaq qilishimiz kerak deb uni javob berildi. Shuni takror hammaga rahmat aytamiz. Mayli qandaq inkas yozishinglardan qat'iy nazar. Ko'p rahmat. Keyifli bir suhbat bo'ldi. Rahmat ketganingiz uchun. Albatta bir o'zimizningki ojizligimizni, kamchiliklarimizni e'tirof qilib, uni jiddiy bir shaklda kaskinlik bilan o'zgartirishga bu iroda bo'lmasa, davomli o'zimizni chiroyli ko'rsatib, menda nima yo'q deb turib olsak, og'rib qolsak, men kasal emas deb turib olsak, atugin bir yerga chilaydi inson degan, yiqilib tushganga o'xshash. Bu millatmi albatta kamchiliklarni tuzitib buningga dadil o'zini o'zi tekshiradigan vaqtimizda nurg'un ishlar muvaffaqiyatga erishishi muhaqqaq. Shuning uchun bugungi programmamiz mashada oxirlashdi. Alloh bu so'zlangan narsalarga har birimiz o'zimizdagi kamchilikni tuzitib, mayli shaxs sifatimiz bilan bo'lsin yoki har qaysi tashkilotlar bo'lsin, bu cho'nqur o'ylanishga tegishlik, fikr yurgizishga tegishlik masalalar albatta. Pat arada bu düşmanga kuchli bir shaklda javob bera olishimiz uchun mana shunday birlik
ittifaqlıq intiham mühim məsələ, acizliklərimizni tüzətken bir şəkildə bunun Rabbim müyəssər qılsın deyən ümiddə yana bir qatımlı söhbəti görüşükcə sizlərin Cenab-ı Allah tapşırmaz. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.